Denk partiyasining bashliki hurmatlik Selcuk Ozturke uchuq xat. Sizning kelib chiqishingiz Uyg'urlar bilan qon qarindosh bo'lgan Türk millatidan bo'lganingiz uchun Uyg'urlarni va Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini yaxshi biladi deb o'ylayman. Sizni tunji qitim Gollandiya parlamentining oldida 2018 yil 6 ayning 24 kuni Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatidagi Türklarning ona yurti bo'lgan Sharq Turkistonda elib berilayotgan etnik qirg'inchilikni Gollandiya parlamentining oldida yolg'iz kishilik namoyish qilish orqali Gollandiya parlamentiga shundaqla Gollandiya hukumatiga anglatib, ularning hissdoshligini qo'lga keltirish uchun qilgan faoliyatimning 2 kunida tunji qitim ko'rgan. Ham siz bilan qisqacha suhbatda bo'lgan. Gitler 2. Dünya urushida Yahudilar uchun jazo lageri qurib, etnik qirg'inchilik elib borgan bo'lsa, 21 asrda tarix qayta takrorlanib, faşist Xi Jinping Sharq Turkistonliklar uchun Gitlerning jazo lageridanmi vahshiy bo'lgan jazo lagerini qurib, Sharq Turkistonning asli zamin egisi bo'lgan Uyg'urlarni tal-to'kis yiltizdan qurtish hamda Sharq Turkistondagi had hisobsiz boyliqlarga va zaminga mangulik ega bo'lib, o'zining dunyoga kengaymichilik ideyasi bo'lgan bir balvoq bir yo'l qurilishini Sharq Turkistondan o'tkazib, dunyoga xo'ja bo'lish uchun Uyg'urlarga bo'lgan assimilyatsiya siyosatini tezlashtirib, etnik qirg'inchilik elib berayotganligini anglatqanimga menga hissdoshlik qilib, parlament yig'inida bu ishlarni o'tirg'a qo'yib, butun kuchingiz bilan Uyg'urlarni qo'llaydiganligingizni deb meni ma'naviy jihatdan rag'batlantirgan edingiz. Ham men bilan birga rasmgami tushgandingiz. Bu rasmni to'rga chiqarib, sizning salohiyatingiz haqida qisqacha tushuncha bergandan keyin nurg'un Uyg'urlar, hatto Türk qarindoshlarimizmi sizdan faxrlangandi. Men yolg'iz kishilik namoyishimni shanba, yakshanba kunlari izchil Amsterdam Dam maydonida davomlashtirib kelayotgan vaqtimda siz partiyangizning bir qism rahbarlari bilan Amsterdamdagi afrikaliklarning qulluqqa qarshi faoliyatiga taklif qilinganingizda faoliyat oraliqida partiya bashliki Tunaxun Kuzu bilan billa yenimga kelib, mening bundaq izchil namoyish qilishimning ta'sirining yaxshi bo'ladiganligini muayyanlashtirib, meni yana ma'naviy jihatdan rag'batlantirgan edingiz. Keyin parlamentda partiyangizning bashliki Tunaxun Kuzi parlamentda Sharq Turkistonda qurilgan jazo lagerlari haqida keskin so'z iboralarni ishlatib, Uyg'urlar haqida bir taklifni o'tirg'a qo'yib, parlamentdagi ko'plagan partiyaning qo'llashini qo'lga keltirib, hukumatning ijro qilishiga sunilganda biz Uyg'urlar sizdan baxtxo'sh bo'lgandik ham faxrlangandik. Afsuski, 3 kun burun sizning partiyangizning Xildirlan o'lkalik sho'bisining Xitoyning Yangi yil bayramini tabriklab yozgan tabrik so'zingizni Facebook sahifasida ko'rib, bak azoblandim. Azoblangan yuraklarim meni texmo hasratga, qayg'uga mubtalo qildi. Oxiri qo'limga qalam elib, sizga uchuq xat yozib o'ltiribdiman. Hurmatlik Selcuk Ozturke efendim.
Siz ko'rgandek, har haftada shanba va yakshanba kunlari yolg'iz kishilik tinch shaklda elib berayotgan namoyishimni izchil davomlashtirib, ovozsiz qolgan xalqimning ovozini anglatib kelyapman. Tinch shakllik namoyish jarayonida Xitoyning Gollandiyadagi ko'z quloqlarining har xil tahdidlari va haqoratlarga uchirsammo parvo qilmay savrchanlik bilan ovozsiz qolgan sharqi turkistonliklarning ovozi bo'lib izchil namoyish qilyapman. Shundaqla hozirgacha Gollandiya xalqining va dunyoning har qaysi joylaridan Gollandiyaga sayohatga kelgan nurg'un odamning esdashligini qo'zg'ab ham bir qism axborot vositalarining ziyoratini qabul qilgandan boshqa ota-onam, urug' tuqqanlarim hayotmi, o'ldimi, jazo lageridimi bilolmadim. Sizdak bir Gollandiyaning siyosiy partiyasining parlamentida turishliq bosh vakilidan tovanchilik bilan o'tinidig'inim Gollandiya Tashqi ishlar ministrligidan Uyg'urlarning 21-asrdak taraqqiy qilgan bir zamonda o'z vatanidagi ota-onasi va urug' tuqqanlari bilan aloqa qila olmaslikdak eng oddiy kishilik huquqining Xitoylar tarafidan cheklanayotganligini. Buning bilan Gollandiya tuprog'ida yashayotgan Uyg'urlarning kundalik ijtimoiy, turmush, xizmat va o'quv-o'qitish ishlariga salbiy ta'sirlarni elib kelib, ro'yi jihatdan ig'ir besim bo'layotganligini pokitlik dalillar bilan o'ttirg'i qo'yib, ularning Xitoy hukumati bilan diplomatik aloqa orqali Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur xalqining Sharqi Turkistondagi urug' tuqqanlari haqida ma'lumot berishni va Sharqi Turkistonliklarga elib berayotgan etnik qirg'inchilikni to'xtatib, Sharqi Turkistonliklarning kishilik huquqini yaxshilash haqida suhbat orliqida o'ttirg'i qo'yishingizni tovanchilik bilan so'rayman. Sözümni bunu bir söz bilan oxirlashtirman. Dunyoning razil bo'lishini razillar keltirib chiqarmagan, balki razillarning razil qilmishiga sukut qilganlar. Hurmat bilan Abdurahim G'ani Uyg'ur. 2019 yil 8 fevral.